bizda keyingi darsimiz possessives, ya'ni egalik olmoshlari. Xuddi shunday possess, ya'ni egalik qilmoq degan fe'limizdan yasalgan. Xuddi shunaqa qilib yodlasa bo'ladi, possessives deyishdi. Va o'zidan nomidan ma'lumki, biron narsaga agar biz egalik qilsak, o'shanda biz egalik olmoshlarini ishlatamiz. Misol uchun o'zimizda o'zbek tilida bor, mening uyim, sening uying yoki mening mashinam, ularning mushuklari deymiz-ku. Xuddi shunday ingliz tilida aytilishini o'rganamiz. Ana endi o'zbek tilida men bo'lsa mening, sen bo'lsa seningga o'zgaradi. Xuddi shunday ingliz tilida I, my ga o'zgaradi, you, your ga o'zgaradi, he, his ga o'zgaradi va she, her ga o'zgaradi, it, its ga o'zgaradi, we, our va they, their. Xuddi shunday bizda qanaqa qilib o'zgarishini ko'rdik. My, your, his, her, its, our, their deb. Ana endi bitta gaplar tuzamiz. Birinchisiga this is my blue top. Ya'ni bu mening ko'k kofta. Mana bu ustidan kiyib oladigan narsa. Koftam. Bu this is my blue top. Bu mening ko'k koftam. Mana shu yerda biz egalik qiladigan narsamizga, ya'ni o'sha ko'k koftaga egalik qilyapmiz va my deb, mening deb murojaat qilyapmiz. Ana endi your, ya'ni you ga nima qilamiz? Misol yozamiz. Misol uchun buni it bilan bersak bo'ladi yoki zat bilan bersa bo'ladi. Misol uchun xo'p keling zat deymiz. That is your jacket. That is your jacket. Ana u sening jaketing degan bizda gap hosil bo'ldi. Ana endi nima qilamiz? He ga, ya'ni his ga misol olib keltiramiz. It is his bike. Bu uning velosipedi degan ma'no hosil bo'ldi. Ana endi she ga xo'p, it is her computer. Bu uning kompyuteri degan misol hosil bo'ldi. Ana endi it's deymiz. It's ga qanaqa qilib aytishimiz mumkin? Misol uchun it is, qarang, it is bu uning ball. Misol uchun bu sizning mushukchangizda o'zini to'pchasi bo'lsa, o'shanda it is its ball. It is its ball. This is bu uning to'pchasi deb. Ana endi our. This bilan beraylik buni. This is our home. Bu bizning uyimiz. Ana endi they ga. Xo'p keling, buni biz ko'plik deb beramiz. Ana endi chunki ular they-ku, ular ko'pchilik-ku. They are, ya'ni o'sha they are deb, ular deb egalik qiladigan narsaga qaratib aytyapti. They are, their. Misol uchun glasses bo'lishi mumkin. Ularning ko'z oynaklari degan shakl hosil bo'ldi. Xuddi shunday. Bizda savol kelishi mumkin. Agar egani biz he, she, it demaylikda boshqa narsa aytsak, misol uchun mening dadamning deydigan bo'lsak, qanaqa hosil bo'ladi? Yoki anu bolaning desak qanaqa nimani qo'shib, ya'ni u nimaga o'zgaradi demoqchi bo'lsak, mana shu ikkita qo'shimchalarni
ishlatilgan holda. Ya'ni bittasi tutuq belgisi, ya'ni apostrof s, bittasi s apostrof. Xuddi shunday. Lekin bu ikkalasini ham ishlatish shakllari, ishlatish o'rinlari bor. Ana endi birinchisiga nima qilamiz? Mana bu nisiga, ya'ni s apostrofga tushuntirib o'taman. Agar birinchi tutuq belgisi, ya'ni apostrof va undan keyin s keladigan bo'lsa, biz buni birgalikda, ya'ni bitta shaxsga, bitta narsaga egalik, bitta narsa, ya'ni nima deyish mumkin buni? Bitta egaga ishlatamiz. Birlikda agar birinchi s va undan keyin apostrof bo'ladigan bo'lsa, birdan oshiq, ya'ni 1 plus qilaylik, xuddi shunday qilib. Birdan oshiq, ya'ni 2 ta, 3 ta bo'lish kerak. Misol uchun bolalarning kompyuterlari bo'lishi mumkin yoki kuchuklarning o'yinchoqlari bo'lishi mumkin. Kuchuklarning emas, o'sha bolalarning deylik, yana o'yinchoqlari bo'lishi mumkin yoki boshqa bir odamlarni aytasiz, ismlarini ketma-ketlikda aytasizda, ularning uyi deb aytishingiz mumkin. Xuddi shu shakllarda ko'rib chiqamiz. Birinchisida hop, they are the girls dolls. Ular qizlarning, z deganda aynan bir qizlarga qaratib aytayotganda biz artiklni ishlatamiz. Ular qizlarning, misol uchun o'sha qizlarning o'yinchoqlari. Biz bunda mana bu o'yinchoqlar deganda, misol uchun har bitta qizda misol uchun faqatgina bitta o'yinchoq bo'lmaydi. Mana bunaqa shaklda, ya'ni girlsni shaklda ham bersa bo'ladi demoqchiman. Bu hozir biz ko'plikda beryapmiz bu narsani. Chunki they are bo'lishi uchun, bo'lganligi sababli ular deb aytayotganimiz uchun, ya'ni o'sha qo'g'irchoqlarning ko'pini nazarda tutganimiz uchun girls, ya'ni qizlarning deyapmiz. Lekin bunaqa shaklda ham bo'lsa bo'ladi. Aynan shu gapni. Misol uchun aytishimiz mumkin. She is, u misol uchun u Saraning oyisi, onasi. Sara bir dona, ya'ni bir kishi. Shuning uchun bunga biz birinchi apostrof, keyin s. She is Sarah's mom. U Saraning oyisi. Ana endi boshqa bir nimani ko'ramiz. Misol uchun ana endi qarang. Boyagi o'rgangan narsamizni va hozirgi o'rganayotgan narsamizni ikkalasi ham kelgan. U mening dadamning ukasi yoki akasi. Mening dadamning demoqchi bo'lsak, my dad's bo'ladi. U mening dadamning ukasi. Xuddi shu shaklda yoziladi. Ana endi sizga bitta boshqacharoq misol beraman. Buni ham yechamiz hozir. Ana endi bizda bo'lishi mumkin. She is Karim and Hasim deylik. Hasim. Xuddi shuna. U ana endi ikkita ism kelyapti. Ikkita ismni bunisiga mana bularni qo'yish kerakmi? Yoki buni? Agar bu yerda they are deydigan bo'lsak, mana buni qo'yamiz. Xo'p, Karim and Hasim. Qaysi biriga qo'yamiz deganda, eng oxirgi ismga qo'yamiz. Agar bu yerda 4 ta ism bo'lsa, eng oxirgi ismga qilib qo'yamiz. Qanaqa? Misol uchun o'zimizda o'zbek tilida ham u Karimlarning va
Karimning va Hasimning onasi demaymiz-ku. U Karim va Hasimning onasi deymiz. Shuning uchun xuddi shunday oxirgi nimamizga, oxirgi ismimizga o'sha onasi bo'lishi mumkin. Opasi deylik, opasi bo'lishi mumkin. She is Karim and Hasim's sister. U Karim va Hasimning opasi yoki singlisi deyishimiz mumkin. Ana endi bizda boshqacha misol olib keltiraman. Ana endi ko'plikda bunaqa gap aytamiz. Mana bular mening kuchuklarimning uylari deb aytamiz. These are my, mening kuchuklarim bo'lsa, agar lar bo'ladigan bo'lsa, mana buni ishlatamiz dedik. My dogs. Mana bu yerda mening kuchuklarimning bo'ladigan bo'lsa, mana buni esdan chiqarmaslik kerak. Houses. Mana bular mening kuchuklarimning uylari. Xuddi shunday bizda shakl hosil bo'ldi. Xuddi shunaqa gaplar hosil bo'ldi egalik qilishda. Mana bu shaklda ham keyinchalik mashg'ulotlar olib borib rivojlantirish mumkin, gaplar yasash mumkin.